إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in. Ma'lumotning negizida arab harflarini o'rganishni davom etamiz. Bizning shiratdagi harf unda bo'lsa d harfining obisi dalni o'rgandik shulay d deb. Aning obisi zo'r, здоровый, semiz, voyba vo, qarog'iz bunday juvon, toza shulay d nigina yo'q kichkinagina. Vo shunda ul do. U endi men sot harfini o'rgangan deb naqsh shunday deb yozalar. Ammo ustunda narsa bor? Nuqta bor. Do, di, du, do, di, du. Doifu deb birinchi so'z keladi. Doif qo'noq degan so'z. Doifu qo'noq. Doifu. Adlu, dahbu, dobtu, da'fu, zaiflik, da'f. ضعف, ضعيفlik, слабость, ضعف. عرض, نضرب, مضرب, اضرب قينا سوق degan so'zingni. تضرب, أضرب, نضرب. Ikkinchi 16 bitni da o'shig'ali, anda da bor. Qarag'ali. يضطرب, يضطرب, استضعف, يستضعف. درس, ضرس. وضع, وضع. دعض, دعض. Hozir aybatlab kitobdan qarab o'qiyashaqmiz. Qarag'iz. Do, doifu, doifu. Adlu, adlu. Dahbu, dahbu. Dabtu, dabtu. Da'fu, ضعف. عرض, عرض. نضرب, نضرب. مضرب, مضرب. اضرب, اضرب. تضرب, تضرب. اضرب, اضرب. نضرب, نضرب. Ikkinchi bitni 16 bitga chiqamiz. اضطرب, اضطرب. يضطرب, يضطرب. استضعف, استضعف. يستضعف, يستضعف. درس, درس. وضع, وضع. بعد, بعد. Hozir o'sha harfni esda qoldirish uchun nishlaymiz? Odatdagicha daftarimizni olib, do harfini yozib chiqamiz bir yo'l. Do bir yo'l. Di ikkinchi yo'l. Du uchinchi yo'l. Doifu bir yo'l yozib chiqamiz. Doifu, 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 doifu. Hamda butun so'zni da shulay etib davom etamiz. Undan so'ng endi o'sha do harfini 15, 20, 30 taqir o'qiymiz. Ko'proq o'qinsang, ko'proq esda qoladi. Hamda kelasi uchrashuvga haqlik. Subhanakalloh bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.